Assalomu alaykum. Mana havoni qovog'i osilib yomg'ir yog'yapti. Zo'r bo'ldi, mana yerlar qatib ketgandi. Hech obzor qilmadik mana. Bitta traktor kelgan. Shuni oldik. Arion Class 640. Bular bilsalaring 3 ta shestimnali chiqqan, oldingi 630 ga o'xshab 4 talik. Mas bular agar условияsi yaxshi yog'larni almashtirib yursangiz, bu o'lmas deb hisoblanadi bular hozir shunday. 4 taliklar tez o'ladi. Yangi traktor. Sholipayaga chiqib keldik mana. Sholipayada sinab ko'rdik. Yumshoq, zo'r. Ot kuchi ham nargiga qaraganda bir 15 shunaqa 15 ot kuchi ko'pda. 640 da. Shunaqa 15 ot kuchi ko'p. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Mana pulini ko'rsatib, keyin nimani ko'rsataman. Mana endi ham haydab ko'rdik mana. Pulik, kun pulik. Kun pulik deyiladi. Multimaster 123 talik. Двойной silindr. Pulik zo'r. Faqat mana shu orasi kaltada. Bu nasogdan nimagacha kalta. Kecha o'zim nasog bilan olib tashlab turib, tag mana nimada yasatib keldik, baxtda. Bu turbali ham bu. Turba nasog, bu buyog'i resor. Sinash uchun qildik-da hozir. Bitta yomon tarafi pulikni mana baloni shu yerda osilib yurgani yomon ekanda shu pulikni. Lekin pulik zo'r, mana shu konkret pulik. Предохранительlar mana kim kun ishlatgan bo'lsa, biladi kunni. Faqat atval o'ta katta ekan. Bunda предохранитель maytda bo'ladi mana hozir sizlarga. 30 volt основной stoykani ushlab turadigan, и buni предохранитель. Ikkalasi ham 32. Предохранитель mayda turadi mana. Bu tarafdan qatadi. Xullas, mana shu rezbani sotib yuboradi-da. Shuni sotib yuboradi. Bo'ldi 24 volt qo'yaverasiz mana. Hammasi yog'lanadi, bilsalarim, tavatitsalar bor har bitta korpusda. Pulik. Endi bilmayman 5 korpusligimi, balkim 4 korpusimi, 2 tonna 150 kg og'irligi. Balki 5 korpusdir, balkim, lekin o'zi og'ir. Yasni o'zi bilinib turibdi. Baquvvat ekan xullas. Двойной silindr bilsiz, bu ham qulayliklardan qolgan hamma yo'g'i shu 630 nima-yu, 640 nima bir xil hammasi. Mana shu traktorda. Faqat ichida bitta joyda shu farqini bildim xolos men mana ichini ko'rsam. Bak shu ya bismillah. Voy chiqib terlab ketdi, o'ynalar yomg'ir yog'yapti-da bizda. Pulik yangi 450 soat bo'ldi endi. Traktor yangi deganim. Bilas garantiyada hali maytfullar qo'yilmaydi. Bularda kolonkalari ham yo'q. Mana zo'r ekanligi qoyilman. Yangi traktorda kolonkalar ham bo'lmaydi mana. Mast o'chirilgan, bitta o'zgartirish kiritilgani, qolgan hamma yo'q bir xil. Ruchnoy gaz, kurs, bilsiz bularni nimalar, lavishlar ko'tarib tushirish, o'zgartirish yo'q, hech narsa yo'q. Hamma bir xil. Bitta nimasi bunda mana xolodilnik chiqarib qo'yibdi. Mana. Bitta suv ketadi, 1,5 litrlik bo'ldi. Bilsangiz 630 larda mana ochilardi, mana shu qo'yilardi suv. Bunda shunda bitta shu qulaylik qilib qolgan joy hammasi bir xil mana uni, ya'ni aptechnik yashiklar, pardalar, lyuk yo'q. Abgomenaklar, o'sha abgomenaklar. Endi buni o'zimiz nima qildik? Kechagina qo'ydim o'zim. Endi yaxshida bu narsa bo'lsa ichida.
bu ham tushib ketdi. 8-9 da turadi. 9 barda turadi. Endi men nega bilmayman nima qilingan. Agnichtel qo'yganmi? Ikkinchi agnichtelmi bilmadim nima ekan bu. Xullas shunaqa ot kuchi ko'proq. Keyin bu O'zbekistonda yig'ilyaptimi men tushunmadim. Endi bu yoqlarni o'zbekcha bo'lib ketibdi. Ko'p traktor, misol Nev Holden ham yig'ilyapti ekan. Pumalar yig'ilyapti. Kabinalar endi u yoqdan keladi, sborni keladi, bu yerda yig'adi. Motor korobka yoqdan gotovi keladi, chunki bu yerda yig'iladi. Kabina seli O'zbekistonda yig'ilyapti. Mana gaplar. Yana nimalarda aytsak bo'ladi? Boshqa hech narsa yo'qda qulaylik allaqasi. Arashana kulchi yaxshi yana. Lekin Narginga qaraganda 630 ga qaraganda bu mягкийroq ekan. Shuni bildim men. Mягкий balon, balki balondadir. Lekin mana zo'r ishlatdi. Mana katta 3 talik. 3-6 tonnalik bilsalar. O'lmas deb aytiladi. Tosh ashi 50 kilolikdanmi? 80 50 kilolikdanmi? 50 kilolik tosh ekan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ta. Qolgan hammasi keyin buni interkullerda men ko'rdim o'sha balki zavoddan shunaqa kelyapti yo o'zimizda qilyaptimi tushunmadim buni. Balki zavodskoydir bu. Mana buni qarang, buni splashnoy bo'lardi. Eng tezda kurler, interkulleri, mana shu splashnoy. Hozir buni qilibdi-da mana. Bolgarkada kesilganmi bilmadim. Svarka shufli balki bizda qilinyaptimi bu interkullerlar polностью. Shunaqa gaplar mana. Qolgan joy hammasi bir xil. Mana turba kompressorlar, konditsioner, bu yoq bachok, shunday hammasi bir xil. Keyin buni fara qo'shimcha bo'lgan. Endi boshqalarida ham bo'lsa kerak, menga Arionda yo'q edi. Keyin bular уже boshqacha chiqishni boshlagan, mana nimalar, stoykalari. Qolgan hammasi bir xil. Shunaqa gaplar. Mana Arion 640 lekin Lowell 1654 dan kuchsiz ekan. Men shuni bildim. Chunki uni baloni shirokiyligigami, men uni ham mindim. U bunga qaraganda baquvvatroq edi u. Tez edi, оборот, tez edi. Hozir buni S1 Lowell'da B4 bilan bir xil ekan. Bu bundan tez yurar ekan Lowell. Baquvvat. Chunki mana shu olipayani ham haydadim, Lowell'da ham shu olipaya haydadim. Turetskiy puligida qizil, lekin pulig yengilroq edi. Bu endi og'ir ekan. Bu xullas shunaqa ekan. Bu sekinroq ekan, lekin bilasiz, bir Yevropada yumshoq, texi, ovoz yo'q. Ashshi zo'r. Aytgandiqlar, u Lowell'lar bilasiz Xitoydagi жесткий, o'ta жесткий, tez burilaman deysiz ham bilsangiz qattiqda to'xtayman, tormozni berasiz, orqa, old hamma yoq ruchnoyda. Bunda avtomat. Nufta ezilmaydi, ship qilasiz, tez harakat qilinadi bunda. O'ta tez bu, chaqqon bu. Lowell'larga qaraganda. Shunaqa gaplar. Qaydoga chiqqanda, endi hozir yomg'ir yog'ib bordi, yerlar qattiq. Qaydoga chiqqanda xudo xolasa yana obzor qilamiz endi. Mana pulik olganda bizlar 45 nimada turgan ekan, 45 santimetrli turgan ekan, kattaroq qilingan ekanda xullas. Bu xullas mana. Atval bo'lsa ko'ryapsiz, mana hozir endi joyida tushganda balonni yarmini oladi. Bu balon to'liq olib ketardi-da bu. Buni hozir qaytarib yer qattiqligiga. Endi pulga asradik traktor bilan. Ana shu o'zim zavodskoy nimasiga qo'ydim hozir. Buni qo'yib chiqdim polnost. O'zim buni teshikda turuvdi. Bu teshikka siljitib chiqdim. Hammasini zavodskoyga keldi. Hozir shunaqalar. Keyin mana ko'rsangiz
bunga moslashtirib chiqdim. Уже pasi boshqacha mana ko'ryapsiz buni. Bu KAMAZ resori bo'lsa mana shu yerdan ketgan, mana tekis. Buni bekitib yuribdi-da, mana bekitib ketgan. Pasini ko'ring. Mana pastda nimada ish ko'rsatdik. Mana qildirdik, mana o'sha yasni ko'rinib turibdi. Kirib ketgan bu yerga. Nariga uchi chiqqan xolos. Shunaqa gaplar. Narigilar ham shu ahvol. U birinchi korpusda lekin qildim. Sinab ko'rish uchun. Shunaqa bilan videolar ham cho'zilib ketishigili. Tezligi 42 yuradi. Hammaga omad, texnika zo'r lekin. Bir narsa ko'rsataman dedim, mana o'zini родной nozoglari. Kun yozuvlari bor, как положено. Keyin men biz mashinalar mana shunday qilib chiqyapmiz mana. Resordan qilib shotga chiqyapti. KAMAZ resor mana. Svarkada teshib. Keyin bitta narsa. Uzun video. Bizlar mana notebooklardagi bo'lardi mana. Notebooklarda eski birinchi chiqqan notebooklarda mana shunaqa zaryadchik bo'lardi. Men hech bilmasdim ekan buni. Uyda ikkita bor edi, bu ishlamadi bu. Xullas ikkinchisi mana. Ikkinchisini qilganman. Ishlab turibdi. Men buni otib o'rmoqchi edim buni. Endi jo'jalaganlaqa qorong'ida bu. Mana hozir ko'rsatdim. Oddiy lekin oddiy mana qarang. Oddiy mana lampochka. Arionda lampochkasi. 12 volt. Patparniga. Lekin o'sha narsa shuni yoqib turibdi. Men hayronman. Men kuchi yetmasa kerak dedim. Lekin yetdi. Shuni ko'rsatmoqchi mana ketib to'kka ulangan. Shunaqa gaplar. Kuzatishda davom eting dedi. Sog' bo'linglar.